Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarning 30-cı xalifasi Er-Raşid Billah'ningki hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam dadisi Mustarshid Billah ölüp ketgandan keyin Hijriya 529-yildan Hijriya 530-yilga qadar, ya'ni taxminan 1 yil hokimiyat beshida o'tirgan. Bu kishining ismi Mansur ibn Mustarshid, kunyasi Abu Ja'far, laqami Er-Raşid Billah degan bo'ladi. Bu kishi 502-yilda tug'ilgan bo'lib, onasimi Didaklardan kelib chiqishi. Deyilishicha bu odam mushtaq itik tug'ilib qolgan ekan. Ya'ni sevmaydigan degandek-da masalan. Shunlar doktorlarni keltirib, doktorlar bir nechasi maslahatlashib, bir oltindan yasalgan shu vaqtdagi doktorlarning bir asbobi bor-da. Shuningda buningga bir to'shk tashgan. Shu to'shk tashgandan keyin bu foyda qilib, bu saqaygan. 513-yil bo'lgan vaqtida, ya'ni undaqda bu odam 11 yosh vaqtida bu odamni vali ahdi deb belgilab, bu odamning nomida dadisi xutba o'qitgan minbarlarda. Dadisi o'ltirilgan 529-yili Zilqada oyida dadisi o'ltirilgandan keyin bu odamni xalifa deb e'lon qilgan. O'zine ait adib, shoir, fasohatlik, shijoatlik, kang qo'l, boshqalarni kechiradigan kang qo'saq masalanda, sehi mard, o'zing kelib chiqish qoida yo'sulliq, uning adolatni barpo qiladigan, adolatni yoqlaydigan, yomonlikni ait to'limi o'chkiradigan mundaq xislatli odam edi deydi. Endi bu Raşid Billahni davlatdan, xalifalikdan g'ulitib, bu odamninki o'ltirilish voqeasi. Seljuk sultanlardan Sultan Mes'ud Bağdatga yetib kelgan vaqtida bu odammi Mevsilga chiqqan. Ya'ni Mevsil chiqatdi-da, hamda Bağdatdan tashlab berib. Chunki huquq yo'q bularda. Sultan Mes'ud davlatning turli qozi quzzat, davlat rahbarlari, jamoat arboblari va ulamolarni to'plab, hammasi bu yerda bir dokulat yozishdi. Bu dokulatda bir turli ulamolar ya kishilar Raşid haqida bo'lmag'ir so'zlarni to'qib yozganda, bu zolimdi, xalqning mol dunyosini elib oldi, qonxo'rdi, ariq ichdi va hokazo degan o'xshash. Bu dokladni tayyor qilib bo'lganingizda faqihlardan fatvo so'rdi. Mushta yomon ishlarni qilgan odamning xaliflik durustmi? Bunda ham shundaqlar, mushundaq bir fosiqligi aniqlangan, isbotlangan bir imom xalifa bo'lsa, shu davrdagi kuchli sultonlar buni ilib g'o'litib, buning o'rniga buningdan yaxshisini saylis bo'lamdi deb fatvo so'rgandan keyin, bu shu davrning ulamolari durust, buni taxtdan tushirishlar sultonim deb fatvo berishdi. Buning shu taxtdan tushishiga ayni vaqtdagi shu davrning ulamosi, shahar qozisi Bag'dodning Ibnul Karxi hukm pishdi. Amal yo'q ularga. Sulton majbur qildirdi. Qimsim qiladi, qism qiladi. Tog'isi Muhammad ibn Mustazhirga bay'at qilishdi. Bu Raşidning tog'isi. Buni Muqtafili Amrillah degan laqabni berdi. Mana bu avval 530-yili Zulqada oyining 16-da bo'lgan voqea edi. Undaqda bu odam dal 1 yil hokimiyat beshida o'ltiribdi. Hamda Raşidga bu mavsildagi vaqti hamda. Bu odamni shu taxtdan tushdingiz degan bu yo'l yo'roq. Yarliq yetib bo'lgan vaqtida bu mavsildan Ozarbayjonga chiqdi. Ozarbayjon hozirgi ya Irondagi Ozarbayjon va yoki hozirgi mustaqil Ozarbayjon. Bu umuman ayni vaqtda Ozarbayjon deb ataladi. U odam bilan bir turli kishilar bo'lib, bular Marag'ada nurg'un mol dunyoni
barabar taqsimot qilishyapti. Qahnan mollarini ilib, tang yeymiz deb-da. Bu yerda nurg'un buzuqchilik, mol dunyoni buzib, chichib bu avolni tug'dirib, Hamazonga ketdi. Hamazonda bu yomon buzuqchilik bilan shug'ullanadi-da. Hatto bir turlik odamlarni o'ltirib, bir qismini dog'i osdi. Bir qism ulamolarning soqollarini tushirib etdi. Ondan bular Asbahonga berib, Asbahonni muhosirga elib, yezi qishloqni butun bo'lib etdi. Mana bu Rashidning atrofidagi to'polonchilikni qilayotgan ish. Rashidda huquqi yo'q, kuchi yo'q, to'sanmaydi amali. Rashid Asbahonning shahar sirtlarida qattiq ig'ir kasal bo'lib qolib, bu odamniki huzurga, bu odamniki bir qism shu o'zining chidirlarini tikib turadigan, karvat yotqanlarini ratlab soladigan xizmatchilar bor. Bular kirdi. Bular arab tilidan emas, boshqa millatlardan. Kirib Rashidni bu yerda pichoqlab o'ldirdi. Lekin bularmi o'ldirildi? Mana bu 532-yil Ramazon oyining 16-si bo'lgan voqea. Bu xabar Bag'dodga yetib kelgandan keyin Bag'dodliklar bir kun ta'ziya uchun Bag'dodda ta'ziya bildirdi. İmmadul Katib degan ulamo shunday deydi: Rashidning go'zalligi Yusufdak, sehi mardligi Hatam Toyidek edi deb sifatlagan. Bu nayt yetarli sifat bu yerda. İbn Javzi rahmetullohi alayhi shunday deydi, İmam Suyli rahmetullohi alayhi bayon qilib, kishilar shunday deyishidi: her xalifaning 6-si cho'qim g'ulaydi deyishidi. Buni o'ylab baxsam, ajoyib voqea, rost shunday degan. Ya'ni mush xalifa masalan bitta xalifa bo'lib, 6-chi xalifa g'ulaydi yo o'ldirildi. Ya g'ulaydi ko'pincha. Men deyma deydi İmam Jaloliddin Suyuti. Men bu odamniki qolgan so'zlarini xutbada bayon qilib o'tdim deydi. Ya'ni Misrda bu odam Misrda yashagan xatib, ulamo. Demek şu Suylining qolgan bir qism so'zlarini dedim demakchi. Bu maktabning 86-betida o'tgan bir qism voqealiklar, şu xalifalarga haqida deyilgan xilma-xil so'zlar masalan, ajoyibot va g'aroyibotlar. Rashid qechib yurgan vaqtlarda Rashidning hossini, tonni hech kim bilib olmadi. Ta o'ltirgan qadar. Bu ton bu asa Peygamber sallallohu alayhi vasallamning toni hossi. Bular Abbosilar ayni vaqtida bundan bir xil tavarruq qilishgan. Har qanday xalifa bo'lsa, xalifa bo'lgandan keyin bu ton bilan bu asa shu xalifaning qo'lida bo'ladi. Ayt namozlari chiqib namoz o'qib turdi. Yana bu Peygamber sallallohu alayhi vasallam qilgan bir ajoyib isl bir hurmat shu vaqtida. Lekin bu ularga besib kirgandan keyin bu to'llarmi, bu aslarmi shu vaqtda yo'qolib ketgan. Bu Rashid o'ldirilgandan keyin anda bu hosi bilan bu to'llarni Muhtafiyninki qishig'a keltirildi. Shunday qilib biz Abbosiylarning 30-xalifasining hayoti bilan qisqacha bir tanishib o'tdik. Bugungi darsimiz mushakchi bo'lg'ay va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.